Shundaymi? Bir vaqtlar Xuroson tomonlarida podshohlik qilgan Mahmud G'aznaviy degan kishi o'tganlar. Eshitganmiz. Ismi tarixlarda mashhur. Shu odamni bir xizmatchi bolasi bor ekan. O'zi qulvachcha bo'lgan. Qulni bolasi bo'lgan u, bu kishi ko'p yaxshi ko'rar ekan. Yonida haligi ayollar bo'ladi, vazir va uzoralar. Bular maslahat qilib turganda podshohga maslahat beradi-yu, buni maslahati yutib ketaverar ekan. Bular diqqat ko'rishar ekan. Bu narsani hal qilish uchun bir kun Mahmud G'aznaviy bu kattalarni chaqiribdi-da, mana buni tepasiga Mahmud G'aznaviyni xazinasida bir olmos bor ekan. Shuni shu yerga qo'yibdi. Odamlar aytadiki, shu olmosning narxi bitta katta mamlakatning narxiga to'g'ri keladi deyshadi. Keyinchalik bu olmosning tarixida bu Hindistonda qolib ketgan, Boburiylarga tekkan. Keyinchalik inglizlar buni Angliyaga olib ketib, hozir qirolichani toshida turadi shu olmos. Bitta mamlakatning narxi to'g'ri keladi deyshadi. Shu yerga qo'yibdi-da, bu kishiga aytibdiki, mana buni narxini bilasizmi debdi. Ha, bilaman, buni yama biladi buni. Bitta katta mamlakatning narxiga to'g'ri keladi. Mana shuni olib bir urib ikkiga bo'lib bering shuni debdi. Podshohni haligi bir aytib bo'lmaydi, kalla joydami deb. Buni bo'lmaydi buni. Buni bo'lsa bir pulga qimmat bo'ladi. Masen bo'ldi. Masen bo'ldi. Masen. Haligi bolani chaqirib, mana bu narxini bilasanmi? Ha, bilaman. Shuni ikkiga bo'lib ber debdi. Mana to'g'ri bir uribdi-da degan. Voy bola, sen narxini bilaman deding-ku buni. Nega sindirding desa, podshohim, men bu narxini bilaman. Men sizni gapingizni ham narxini bilaman-da. Sizni gapingiz singuncha bunaqa olmosdan mingtasi sinsin. Tushundingizmi? Alloh va Rasuli sizga bir narsani buyursa, sizga uni hikmati hech qiziqmas. Xudo buyurdimi? Bosh ustiga. Mana shu joyda 7 marta aylanasiz. Men kecha 7 marta aylanayotganda do'stlarga aytdimki, bu joyda namoz o'qigan yaxshimi yo tavof qilgan yaxshimi?